Rodri Barselonani tanladi. Futbolchi vakili Realga rad javobini tasdiqladi. Manchester City yarim himoyachi Rodrining manfaatlarini himoya qiladigan agent Pablo Barquero futbolchining Barselona safiga o'tish haqidagi qaror qabul qilganini ma'lum qildi. Avvalroq Madridning Real jamoasi uchun asosiy transfer maqsadlaridan biri sifatida ko'rilayotgan edi. Ammo Barselona qiziqishi ma'lum bo'lgandan so'ng ispaniyalik futbolchi aynan kataloniyaliklar taklifni qabul qilishni ma'qul ko'rgan. Real klubiga hurmat ifodasi sifatida ular o'zini juda munosib tutgani uchun Rodri qarorini yashirib o'tirmadi va klub vakillariga ochiqchasiga Barselonaga o'tishni tanlaganini aytdi. deya Pablo Barqueroning so'zlarini jurnalist Fabrizio Romano keltiradi. Ma'lumotlarga ko'ra 30 yoshli jahon chempioni uchun to'lanadigan transfer puli taxminan 60 million yevro atrofida bo'lishi mumkin. Kinegranatlar yarim himoyachi bilan shartnoma shartlarini allaqachon kelishib olgan. Ferdinand bir kun Bellingham oltin to'pni qo'lga kiritadi. Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Rio Ferdinand fikricha, uning hamyoti Jude Bellingham kelajakda dunyo futbolidagi eng nufuzli shaxsiy mukofot sohibiga aylanishi mumkin. Bu haqida Manchester Unitedning ex-futbolchisi o'zining Rio Ferdinand Presents podkastida gapirgan. Menimcha bir kun Bellingham oltin to'pni qo'lga kiritadi, deya ta'kidlagan Ferdinand. Jude Bellingham hozirda Madrid Real sharafini himoya qilmoqda. Iyun oyi oxirida ingliz yarim himoyachisi 23 yoshni qarshiladi. 2026-yil jahon chempionatida qirollik klubi yulduzi Angliya terma jamoasi tarkibida 8 ta uchrashuvda maydonga tushib, 7 ta gol urdi va bitta golli uzatma muallifiga aylandi. Abduqodir Husanov og'ir judolikda uchradi. Manchester City hamda O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovning bobosi Husan Hoshimovich vafot etdi. Bu haqida Bunyodkor klubi o'zining rasmiy sahifasi orqali ma'lum qildi. Marhum Bunyodkor U19 terma jamoasi bosh murabbiyi Hikmat Hoshimovning otasi bo'lib, oilasi o'zbek futboliga munosib hissa qo'shgan. Uning farzandi ham bir vaqtlar O'zbekiston milliy terma jamoasi safida to'p surgan bo'lsa, nabirasi Abduqodir Husanov bugungi kunda Yevropaning nufuzli klublaridan biri Manchester City safida muvaffaqiyatli faoliyat olib borib, mamlakatimiz sharafini xalqaro maydonlarda munosib himoya qilmoqda. Marhumning oila a'zolari va barcha yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirib, ularga sabr-toqat tilaymiz. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun.